O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuroriga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182-moddasi birinchi qismi B bandi 210-moddasi birinchi qismi bilan 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan Farg'ona shahar Munis ko'chasi 53-uyda yashovchi Artekov To'lqinjon Erkinovichdan telefon 91 36 35 54 shikoyat ariza. Hurmatli bosh prokuror, mana sizning O'zbekiston xalqiga murojaatingizni diqqat bilan ko'rib chiqdim. Sizning nomingizga murojaat qilishimdan maqsad shuki, men Artiqov To'lqinjon shikoyat ariza bilan Farg'ona viloyat prokuroriga murojaat qilishimdan maqsad shuki, jinoyat ishi materiallari prokuraturaning sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan hujjatlarni qalbakilashtirganligini, ichki ishlar xodimi Hamidov tomonidan meni urib, haqoratlab, tazik ostida o'tkazgan ko'rsatib olishganligi, yuzimdan chiqqan huquq izi tadbir o'tkazgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan pulni majburan yuzimga tekkizishganligi natijasida paydo bo'lganligi haqida vajlar keltirganligimni va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 321-moddasida faqat surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsigina o'z vakolatlari doirasida jinoyat sodir etilganligi to'g'risida sabab va yetarli asoslar mavjud bo'lgan barcha hollarda jinoyat ishi qo'zg'atish shartligi belgilangan. Birinchisi, tergovchi Niyozmatovning jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilish qarorini. Ikkinchi, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilish qarorisiz gumon qilinuvchi so'roq bayonnomasi. Uchinchi, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilish qarorisiz gumon qilinuvchini himoyachisiz so'roq bayonnomasi. To'rtinchi, dizel yoqilg'isi o'rniga suv quyilganligi haqidagi namuna olish bayonnomasi. Beshinchi, meni ovozim mavjud bo'lmagan audio kassetani eshitib ko'rish bayonnomasini. Oltinchi, sud daktiloskopik ekspertizasi xulosasida. Yettinchi, daliliy ashyo deb e'tirof etish to'g'risidagi qarorini Farg'ona viloyat prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilish qarorisiz gumon qilinuvchi so'roq bayonnomasi asosida so'roq qilib, hujjatlarni qalbakilashtirilgan. Farg'ona viloyat prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilish qarorisiz gumon qilinuvchi so'roq bayonnomasi asosida himoyachisiz so'roq qilib, hujjatlarni qalbakilashtirilgan. Farg'ona prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan menga qilingan ayblovda dizel yoqilg'isi deb ko'rsatib, amalda namuna olish bayonnomasi dizel yoqilg'isini o'rniga suv quyilganligi haqidagi namuna olish bayonnomasi yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirilgan. Farg'ona viloyat prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan menga qilingan ayblovda boshqa shaxslar tir biriktirib deb ko'rsatib, amalda meni ovozim mavjud bo'lmagan audio kassetani eshitib ko'rish bayonnomasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirilgan. Farg'ona viloyat prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan menga qilingan ayblovda tamagirlik yo'li bilan 15 ming so'm pora deb ko'rsatgan bo'lsa-da, amalda meni barmoq izlarim mavjud bo'lmagan sud daktiloskopik ekspertizasi xulosasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirilgan. Farg'ona viloyat prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirov tomonidan daliliy ashyo deb e'tirof etish to'g'risidagi qaror deb ko'rsatgan bo'lsa-da, amalda meni barmoq izlarim mavjud bo'lmagan sud daktiloskopik ekspertizasi xulosasini yuritilib, hujjatlarni qalbakilashtirilgan. Farg'ona viloyat prokuraturasining sobiq tergovchisi Shuhrat Qodirovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortish masalasini hal qilishingizni so'rayman. Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchi Niyozmatov tomonidan 2020-yil 26-oktyabr to 2020-yil 14-noyabr kuniga qadarli, ya'ni 19 kun ichida faqatgina 3 shaxs, ya'ni Qodirov Shuhrat, Hamidov Alimat hamda Ashurmatovlar nomigina tushuntirish xati olib, mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida ish ko'rib, 2020-yil 14-noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish qarori qabul qilib, meni buzilgan konstitutsiyaviy huquqlarimni poymol qilishiga sababchi bo'lgan.
Farg'ona shahar prokuraturasi xodimlari o'z vazifalariga shunchalik darajada bee'tibor, loqayd nima bo'lsa bular qabilida ish ko'rishadimi? Mazkur noqonuniy chiqarilgan qarori bekor qilish maqsadida 2020-yil 22-noyabr kuni shikoyat ariza bilan Farg'ona viloyat prokuraturasiga yana murojaat qildim. Bu masalalarni ko'rib chiqish uchun 2020-yil 27-30-noyabr kunlari 10-dekabr kuni Farg'ona viloyat prokuraturasining 15-bo'limida ishlovchi Sherzod Haydarovga uchradik. Farg'ona viloyat prokuraturasining 15-bo'limida ishlovchi Sherzod Haydarov kasalxonada yotib chiqqanligini, qo'lida 100 tadan ortiq ariza borligini, bir kun avval telefon qilishini aytgan. Oxir oqibat 2020-yil 10-dekabr kuni Farg'ona viloyat prokuraturasining 15-bo'limida ishlovchi Sherzod Haydarov shikoyat ariza bo'yicha Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Ismoilovning oldiga kirishimizni aytdi. Shu kuni soat 10da chaqirgan bo'lsa-da, soat 11:30lar chammasida vaqtga meni va advokatimni Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tomonidan qabul qilindik. Biroq Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilovga o'tirgan stolga jinoyat ishi to'ligicha ko'rsatdik. U bo'lsa avval men va advokatimga haqiqatdan ham guvohni so'roq blankasini yo'qligini takror aytilgan. So'ng jinoyat ishi varaqlab turib guvoh tariqasida so'roq bayonnomasi o'sha kunning o'zida boshqa shaxslar so'roq qilish jarayonida borligini ko'rib, deb noto'g'ri hal qilinganligini tan olib qo'ydi. Shundan so'ng Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov butun e'tiborni sud tomonidan alohida xususiy ajrim chiqarmaganligini gapirishni boshladi. Men va advokatim unga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi Rahmanqulov tomonidan 2020-yil 22-iyul kuni nomer 13-43-12-19 sonli xatini ko'rsatdik. Unda meni bir necha bor yuborgan shikoyatlarimda jinoyat ishi materiallari prokuraturaning sobiq tergovchisi Qodirov tomonidan hujjatlarni qalbakilashtirganligi, ichki ishlar xodimi Hamidov tomonidan meni urib, haqoratlab, ta'zyiq ostida ko'rsatib olishganligi, yuzimdan chiqqan huquq izi tadbir o'tkazgan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan pulni majburan yuzimga tekkizishganligi natijasida paydo bo'lganligi haqida vajlar keltirganligimni va O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 321-moddasida faqat surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsigina o'z vakolatlari doirasida jinoyat sodir etilgani to'g'risida sabab va yetarli asoslar mavjud bo'lgan barcha hollarda jinoyat ishini qo'zg'atish shartligi belgilangan. Shundan keyin O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya sudiga murojaat qilgan vaqtimda arizamni yana Bosh prokuratura yuborgan. Bosh prokuratura esa Farg'ona viloyat prokuraturasiga yuboryapti. Farg'ona viloyat prokurorining o'rinbosari B. Yo'ldashev tomonidan 2025-yil 7-mart kuni 12/M 35 68 29/4/10 4403-25 son bilan javob xati berib, unda jinoyat ishini umuman o'rganmasdan soxta dalillarga tayanib sud qarorlarini bekor qilish uchun asos yo'q deb javob qaytarilmoqda. Bu qachongacha davom etadi? Mani qo'limda jinoyat ishimning nusxalari mavjud. Har bir vajimni jinoyat ishi varag'ini ko'rsatgan holda murojaat qilyapman. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining o'rinbosari Svetlana Artikova fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash bo'yicha bir necha marotaba ommaviy vositalarda chiqish qilib, prokuratura organlari bundan buyon buzilgan huquqlari himoya qilish haqida bir necha marotaba aytilgan bo'lsa-da, amalda hech nima qilinmayapti. Men, xotinim va farzandlarim o'z vaqtida soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lab kelib, prokuratura xodimlarining byudjetidan hech qiynalmay pul olishlariga yo'l ochib berayotgan bir paytda prokuratura xodimi degan sharafli nomga dog' tushirib, shikoyat arizam bo'yicha bor yo'g'i 3 nafar shaxsdan
tushuntirish olib, mazkur tushuntirish xatlarini ham chala bir tomonlama qonunsiz tergovga qadar tekshiruv o'tkazgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 22 moddasida tergovchi jinoyat yuz berganligini, uning sodir etilishida kim aybdorligini, shuning u bilan bog'liq barcha holatlarni aniqlashi shart deb ko'rsatilgan. Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchi Niyozmatov tomonidan prokuratura sobiq xodimi Qodirov Shuhratning aytgan ertagiga ishonib noqonuniy qaror chiqargan. Prokuratura sobiq xodimi Qodirov tomonidan tushuntirish xatida Quva boshqarma posti inspektori T. Artikovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi, 182-moddasi 1-qismi B bandi jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borganligini, 1999-yil 6-fevralda gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilish uchun gumon qilinuvchining qat'iy talabi bo'lmasa, himoya huquqi ta'minlanishi lozim bo'lmaganligini, gumon qilinuvchi tariqasida qaror qabul qilinmasdan 06.02.1999-yilda gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilinganligi masalasida blankada guvoh so'roq blankasi o'rniga gumon qilinuvchi blankasidan foydalanilgan bo'lishi mumkinligi, lekin undagi ko'rsatuvni T. Artikovni o'zi qo'lida yozib berganligi, bu texnik xato bo'lganligi, huquqiy oqibat kelib chiqmaganligi, chunki 07.02.2020-yilda 1999-yilda deb ko'rsatish kerak edi. Bu ham texnik xato bo'lsa kerak. Gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, himoya huquqi bilan ta'minlanmaganligini aytib, ertak ko'rinishidagi tushuntirish bergan. Ya'ni, birinchi guvohni so'roq qilish bayonnomasi blankasi bo'lmay, balkim gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilish bayonnomasi bo'lgan degan ertagi 1999-yil 6-fevral kuni Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Yunus Abdullayevni jinoyat ishi qo'zg'atish qarori hamda shu kungi Farg'ona viloyat prokuraturasi sobiq tergovchisi Qodirovning jinoyat ishi o'z ish yurituviga olish haqidagi qarorda Farg'ona fuqaro Ortiqov To'lqinjon Erkinovichga nisbatan to'g'ridan to'g'ri ko'rsatganligi holati bilan inkor qilinadi. Keyinchalik tushunmaydigan yoki tushunib turib o'zini tushunmaydiganga soladiganlarga uchun ma'lumot sifatida agar shaxsga emas, balkim noma'lum shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsagina, guvoh tariqasida so'roq qilinishligini, shuningdek guvoh tariqasida so'roq qilingan shaxs ixtiyoriy ravishda prokuraturaga chaqirilib so'roq qilinadi. Qo'lini qayirib olib borilmaydi. Jinoyat ishining ikkinchi varag'i. Ikkinchi, faraz qilaylik. Agar u haqiqatan ham guvoh tariqasida so'roq qilingan bo'lsa, nima sababdan fuqaro T. Artikovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 238-240-moddalari bilan ogohlantirilmagan va imzo chektirilmagan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 66-moddasida tartibida uning huquq va majburiyatlarini tushuntirilmagan. Jinoyat ishining 13-varag'i. Uchinchi, faraz qilaylik. Agar u haqiqatan ham guvoh tariqasida so'roq qilingan bo'lsa, nima sababdan 1999-yil 6-fevral kungi gumon qilinuvchi tariqasidagi qarorida 210-moddasida 2-qismi B bandida deb ko'rsatilgan jinoyat ishining 13-varag'i. To'rtinchi, 1999-yilda gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilish uchun gumon qilinuvchining qat'iy talabi bo'lmasa, himoya huquqi ta'minlanishi lozim bo'lmaganligi holatini o'zida sobiq tergovchi Qodirov fuqaro Ortiqovni guvoh tariqasida emas, balkim gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilinganligi tan olgan. Keyinchalik tushunmaydigan yoki tushunib turib o'zini tushunmaydiganga soladiganlarga uchun ma'lumot sifatida agar u haqiqatan ham guvoh tariqasida so'roq qilinganida guvohga himoyachi kerak emas deb aytar edi. Jinoyat ishining 13-varag'i. 5. Sh. Qodirov o'zining tushuntirish xatida gumonlanuvchi tariqasida so'roq qilish bayonnomasida so'roq boshlangan va tamomlangan vaqtlarni ko'rmaganlik holatini texnik xato bo'lgan bo'lsa,
demak Artikovni gumonlanuvchi tariqasida so'roq qilinganligi tan olgan hisoblanadimi? 6. Sh. Qodirov o'z tushuntirish xatida haqiqatdan ham Artikovni o'zi so'roq bayonnomasini to'ldirganligini aytgan holatida Sh. Qodirov uni so'roq qilmaganligini va boshqa shaxslar tomonidan majburlab yozdirilganini o'z isbotini topgan. YB sobiq xodimi Hamidov tomonidan tushuntirish xatida Artikov quva boshqarma posti chetlab aylanma yo'llar bilan orqali turli tovar moddiy boyliklarni, shuningdek neft mahsulotlarini tamagirli yo'li bilan o'tkazayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar fuqaro Farhod Saliyev ariza bilan murojaat qilib, unda solyarka mahsulotini Qirg'iziston Respublikasi hududiga o'tkazib berish evaziga 10 ming so'm pul so'rayotganligini, suvni 5 ta shisha baklashkaga idishga namuna sifatida kukla qilinganligini, mashinada Ikrom Qirg'izboyev pulini unga bermoqchi bo'lib taqdim qilganida pastga tushganda berishini aytganligini, shu bois puldagi zaratchilar uni yuz sohasiga sochragan bo'lishi mumkinligini, Artikovning yuz sohasida majburlash orqali pullar tekkizmaganligini, bundan maqsad bo'lganida qo'llariga tekkizgan bo'lishligini aytib, ertak ko'rinishidagi tushuntirish bergan. 7. Agar Farhod Saliyev o'zining arizasida Artikovning 10 ming so'm talab qilyapti deb ko'rsatgan bo'lsa, nima sababdan uni arizasini tekshirish uchun fuqaro F. Saliyevga audio yozishma qilish imkoniyat yaratilmagan? O'zbeklarda qarg'ani ko'zini cho'qimaydi degan gap bor. Lekin bu holatda nafaqat ko'zini, balkim boshqa joyini hali cho'qiladi ham, chunki sobiq prokuratura xodimi Qodirov o'zi ham xuddi men kabi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi va boshqa moddalari bilan ayblanib, ozodlikdan mahrum qilish joylarida jazoni o'tab kelgan. Nimaga unga iltifot ko'rsatiladi-yu, menga qonuniy arizam ko'rilmaydi? 8. Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchisi Niyozmatov o'zining qarorida gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinishi haqida qaror chiqarilmasdan 06.02.2020-yilda 1999-yilda deb ko'rsatish kerak edi. Bu ham texnik xato bo'lsa kerak. Artikov gumon qilinuvchi tariqasida so'roq qilinib, so'roq boshlangan va tamomlangan vaqtlarni ko'rsatmagan bo'lsa, ushbu blankadan foydalangan deb ko'rsatgan bo'lsa, lekin jinoyat ishining 14, 16, 18, 20, 58, 106, 110 varaqlarida guvohni so'roq qilish bayonnoma blankalari mavjudligini bilan to'liq inkor qilinadi. Jinoyat ishining 10-varag'i. 9. Farg'ona shahar prokuratura tergovchisi Niyozmatov o'zining qarorida mazkur so'roq bayonnomasi nomaqbul dalil hisoblanishi mumkin, lekin hujjatlarni qalbakilashtirish mumkin emas deb keltirgan bo'lsa-da, nima sababdan uni to'ldirgan shaxs, ya'ni mansabdor shaxs tomonidan mazkur hujjatga imzo chekiladi? Jinoyat ishining 10-varag'i. 10. Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchi Niyozmatov o'zining qarorida jinoyat predmeti dizel yoqilg'isi bo'lgani, kelishuv shu yukni Qirg'iziston Respublikasi o'tkazish bo'lganligi va chet el davlat hududiga o'tkazganligi bois ayblov asosli qo'yilgan deb aytgan bo'lsa-da, lekin haqiqatdan ham dizel yoqilg'isi bor yoki yo'qligini isbotlovchi sud kimyoviy ekspertiza xulosasi mavjud bo'lmasa-da, tushunarsiz sabablarga ko'ra o'sha vaqtdagi va hozirgi vaqtdagi tergovchilar tomonidan osmonga qarab xulosa chiqarilgan. Jinoyat ishining 32-varag'i. 11. Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchi Niyozmatov o'zining qarorida himoyachini ishtiroki ta'minlanmaganligi va bu holatini sobiq tergovchi Qodirov tomonidan tan olinganligi holatini ochiqdan ochiq ko'rinib turgan bo'lsa-da, tushunarsiz sabablarga ko'ra bu holatlarni Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchi Niyozmatov qarorida ko'rsatmay yashirgan. 12. Farg'ona shahar prokuraturasi tergovchisi Niyozmatov o'zining qarorida go'yoki men undan yangi ochilgan holatni hal qilib ber deb aytgandek ko'rsatmoqda. Vaholanki bu holatni Farg'ona viloyat prokurori tomonidan hal qilinadigan holat hisoblanadi. Agar o'sha maqsadda qaror chiqargan bo'lsa, uning qarori qonunsiz hisoblanadi.
yuqoridagilarni kelib chiqib sizdan shikoyat arizamni bosh prokurorning o'rinbosarini siz Artikovaning javobidan viloyat prokurori o'rinbosari Ismoilov tomonidan berilgan javobdan umuman qoniqish hosil qilmaganligim sababli shaxsan o'zingiz tomoningizdan javob xati berilishi uchun har tomonlama xolisona ko'rib chiqishingizni, Farg'ona shahar prokuratura tergovchisi Niyozmatovning 2020-yil 14-noyabr kungi jinoyat ishini qo'zg'atish rad qilish haqidagi qarorini bekor qilib, Farg'ona viloyat prokuraturasi sobiq tergovchisi Qodirovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atishini so'rayman. Sizdan yordam so'rayman va boshqa murojaatim qiladigan joyim va odamim yo'q.